Qachon qomatdan o'lcham olamizu tezroq ichki kiyimni tikishni boshlaymiz deb kutib o'tirgan bo'lsanglar, mana shu darslikka ham yetib keldik. Mana endi ayollar ichki kiyimini tikish uchun kerak bo'ladigan qomatdan olinadigan o'lchamlarni sizlar bilan olamiz. Faqat men bu o'lchamni haqiqiy qomatdan emas, manekendan olaman. Nima uchun? Chunki men ushbu komplektimni mana shu manekenga tikaman. Shuning uchun o'lchamni mana shundan olaman. Agar siz ham avvaliga mana shu manekenga tikmoqchi bo'lsangiz, marhamat, manekendan o'lcham olishingiz mumkin. Agar haqiqiy qomatga tikaman desangiz, unda zo'r, undan ham yaxshi, yana ham tajribangiz oshadi. Agar siz haqiqiy qomatga tikaman desangiz, marhamat, xuddi shu ketma-ketlikda men ko'rsatib bergandek bemalol o'lchamlarni haqiqiy qomatdan olishingiz mumkin bo'ladi. Manekendan o'lcham olamizmi yoki haqiqiy qomatdan o'lcham olamizmi, buni farqi yo'q. O'lcham olish jarayonlari bir xil. Kelinglar endi o'lcham olishni boshlaymiz. Avvalambor qomatdan o'lcham olishimiz uchun biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak yoki bo'lmasam mijozimiz qanday turishi kerak bo'ladi. Birinchi navbatda mijozimiz qomatini takrorlab turadigan kiyimda bo'lishlari kerak bo'ladi. Masalan, yengil mayka va lasina bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam agar ichki kiyimda turib beradigan bo'lsa, undan ham zo'r. Xo'p, o'lcham olishda yana bir e'tibor beradigan jihatimiz, mijozimizning agar ko'kragi nisbatan kichkinaroq yoki o'rtacharoq osilmagan bo'lsa, bemalol ichki belyozsiz tursa ham bo'ladi. Mana shu ko'rinishda o'lcham olishimiz ham mumkin. Mana masalan, hozir menda maneken misolida ko'radigan bo'lsak, manekenimizda hech qanaqa ichki kiyim ham yo'q, masalan, byuzgalter ham yo'q yoki hech qanday topik ham yo'q. Mana shu ko'rinishda turibdi. Endi shunaqangi mijozlar borki, ularda mana bu ko'kraklari hech qanaqa osilmagan, o'zining formasi bor. Ulardan ham bemalol maykada turgan paytlarda olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin agar mijoz ko'kragi katta bo'lib, formasini yo'qotgan bo'lsa, unda ortiqcha o'lchamlar bermaydigan darajada ichki kiyim taqilgan bo'lishi kerak. Kamida. Mana shu ko'rinishda biz o'lchamlarni olishimiz kerak bo'ladi. Yana bir muhim narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. O'lcham olayotganda mijozni qarshisiga oyna qo'ymang yoki bo'lmasa oynani to'g'risiga mijozni turg'izmang. Nima uchun? Chunki mijoz oynaga qarashi bilan o'zini qomatini to'g'irlashni boshlaydi. Chunki hammamiz shunaqamiz. Bu narsa esa bizga o'lchamlarni noto'g'ri olishlikka olib keladi. Bizga bu narsa kerak emas. Shuning uchun iloji boricha mijozni oynadan chetroqqa olib o'tamiz va o'lchamlarini olamiz. Eng oxirgisi mijozimiz qanday oyoq kiyimda bo'lishlari kerak. Mijozimiz oyoq kiyimsiz yoki 3-4 sm qalinlikdagi oyoq kiyimda turishlari mumkin bo'ladi va albatta hech narsaga suyanmasdan qomatlarini o'zlari ushlab turishlari kerak bo'ladi. Ana undan keyin biz bemalol o'lcham olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu jihatlarni e'tiborga olganimizdan so'ng endi o'lcham olishni boshlasak ham bo'ladi. Men manekendan o'lcham olaman va manekenim o'zini ikkita oyog'ida turibdi. Men stolni ustiga olganman, chunki menga mana shu narsa qulay. O'lcham olishni biz birinchi navbatda mana bu bel aylanamizga tisma boylashdan boshlaymiz. Chunki o'lcham olish jarayonida bizga aynan mana shu bel chizig'i kerak bo'ladi. Endi o'lchamlarni yozamiz. Birinchi o'lchamimiz bu bo'yin aylana o'lchami hisoblanadi. Bo'yin aylana o'lchami bizda mana bu orqa bo'yin umurtqa 7-umurtqa nuqtasidan qo'yib o'lchanadi. Mana men qo'yaman. Santimetroviy lentamizni olamiz. Mana shu nuqtaga qo'yib mana o'lchaymiz. Oldidan esa ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu ko'rinishda o'lchab olamiz. Endi bu menda maneken chiziqlari ko'rinib turibdi. Mijozda esa bu nuqta qanday topiladi deydigan bo'lsanglar, mana bu bo'ynimizning orqasida eng bo'rtib chiqqan suyagimiz bor. Mana shu nuqta orqali topiladi. Agar bu narsa bilinmaydigan bo'lsa, demak, ozgina mijozimizga aytamiz, boshlarini egib turadilar. Ana o'shanda mana shu suyagimiz bo'rtib chiqadi. Mana shu bo'rtib chiqqan nuqtani
mo'ljalga olib santimetrli lentamizni bo'yinni orqasiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hamda mana bu ko'rinishda bo'g'masdan, tepaga ko'tarmasdan mana bu ko'rinishda o'lchab olinadi. Bu umumiy aylana o'lchamimiz, yoniga yarim aylana bo'yin o'lchamimizni ham yozib qo'yamiz. Ikkinchi o'lchamimiz bizda ko'krak aylanasi hisoblanadi. Men hozir manekenga mana bunday rezinka bilan chiziqlarimni tortib olganman. Bu nima uchun? Bizda ichki kiyimni loyihalashda 3 ta ko'krak aylanasi kerak bo'ladi va bular bir-biridan farq qiladi. Mana shu narsada adashmasligingiz uchun men hozir shulardan foydalandim. Hozir men o'lchayman, sizlarga yana ham tushunarliroq bo'ladi. Demak, birinchi ko'krak aylana o'lchamini o'lchaymiz. U qanday o'lchanadi? Mana bu rezinkamni men qo'yib olaman. Mana yuqoriga mana bu kurakni tugash joyiga qo'yaman, mana ko'rinib turibdi va iloji boricha mana bu chizig'im bilan mana bu chizig'im bitta chiziqda bo'ladi. Nisbatan. Bu pastda bo'lmaydi. Qo'yamiz. Mana olamiz. Santimetrli lentamni qo'yaman mana. Men yoniga qo'yaman, hozir sizlarga to'liqligicha ko'rsataman. Bizning santimetrli lentamiz mana bu ko'krakni mana ustki yuqori chizig'idan o'tadi mana. Birinchisi, ya'ni ko'krak oldi kengligini o'lchaymiz-ku, mana shu taxminan mana shu joylarda bo'ladi mana. Demak, birinchi ko'krak aylanamiz mana shu ko'rinishda o'lchanadi mana. Qo'yib olamiz. Aylana o'lcham, to'liq o'lcham hamda yarim aylana o'lchamini yozib qo'yamiz. Masalan, 80 bo'ladigan bo'lsa 40. Endi keyingi o'lchamimiz ko'krak aylanasi 2 o'lchami. U qanday o'lchanadi? U santimetrli lentamizni mana bu birinchi orqaga qo'yamiz, tekis. Mana qo'yib olamiz. Santimetrli lentamni mana bu ko'rinishda men qo'yib oldim, mana mahkamlab oldim. Endi mana bu ko'rinishda qo'yib olaman mana. Mana bu ko'rinishda o'lchayman mana. Mana shu ko'rinishda o'lchab olishim kerak bo'ladi mana. Mana shu ko'rinishda men o'lchayman. Ya'ni bu ko'krak aylanasi 2 hisoblanadi. Hosil bo'lgan o'lchamni qiymatini birinchi umumiy aylanasini hamda yarim aylanasidan yozib qo'yamiz. Endi uchinchi ko'krak aylanamiz bu bizani razmerimizni aniqlaydigan aylanamiz hisoblanadi. Mana. Ko'krak aylana 3-chini o'lchashimiz uchun biz santimetrli lentamizni ko'krakni mana bu uchiga gorizontal holatida qo'yamiz. Mana shu holatida, ya'ni ko'krakni markaz mana bu nuqtasidan aylana bo'ylab gorizontal qo'yib olamiz. Mana bu rezinkaga qaraydigan bo'lsanglar, mana shu ko'rinishda qo'yib olamiz va bu ko'krak aylana 3-chi o'lchami hisoblanadi. Umumiy aylana hamda yarim aylanasi yozib qo'yiladi. Keyingi o'lchamimiz bizda ko'krak aylanasini pastki qismi. Santimetrli lentani olamiz. Mana bu ko'rinishda qo'yib, gorizontal qo'yib, mana tekislikda mana qo'yib o'lchab olamiz. Keyingi aylanamiz bizda mana bu bel aylanasi. Hech qanday barmoqlarni kirgizmasdan o'lchaymiz. Keyingi aylanamiz boksa aylanasi. Mana boksa aylanasi. Bu bizda haqiqiy boksa aylanasi hisoblanadi. Keyingi aylanamiz boksa aylanasini yuqori qismi deyiladi. Mana bu ko'rinishda biz o'lchab olamiz. Ya'ni mana bu joyimizda bizda suyagimiz bor. Mana agar qo'yadigan bo'lsak, his qilamiz. Mana shu suyakda taxminan bo'ladi. Biz mana bu trusiklarni kiygan vaqtimizda posatkalari har xil bo'ladi, to'g'rimi? Hammasi ham visoki posatka deyilmaydi. Ya'ni beldan kiyimimiz aynan mana shu suyagimizda bo'ladi. Eng to'xtagan joyi mana shu aylanani biz olishimiz kerak bo'ladi. Endi keyingi o'lchamimiz bizda boksa balandligi o'lchami bizda mana bunday o'lchanadi. Mana belga qo'yamiz santimetrli lentamizni hamda dumbamizni eng cho'qqi nuqtasiga qo'yiladi. Yoki bo'lmasam yonidan
xuddi shu mana shu chiziqni aniqlab yonidan qo'yib o'lchashimiz ham mumkin bo'ladi. Endi bizga boksa balandlik o'lchami kerak bo'ladi. Boksa balandligi o'lchamini mana bu bel chizig'idan dumba tomonga qarab mana eng cho'qqisiga qo'yamiz. Buni biz mana shu ko'rinishda o'lchashimiz ham mumkin. Aksincha, mana bu chizig'imizni bilib olganimizdan so'ng eng cho'qqi nuqtasini santimetr lentamizni yoniga qo'yib, mana shu ko'rinishda o'lchab olishimiz ham mumkin. Mana shu chiziqqacha o'lchanadi. Hamda hosil bo'lgan qiymatni yozib qo'yamiz. Endi bizga o'tirish sathining uzunlik o'lchami kerak bo'ladi. Manekenda bu narsani o'lchashning umuman iloji yo'q, chunki bu klient emas. Klient bo'lsa, uni biz o'tkazib o'lchaymiz, lekin sizlarga hozir klientni ham o'lchashi mumkin bo'lgan bitta o'lchamni ko'rsatib beraman. Aynan o'tirish sathi uzunligini mana shu ko'rinishda olishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu qanday o'lchanadi? Bu santimetr lentani mana bu ko'rinishda qo'yib olamiz mana. Santimetr lentani mana bu ko'rinishda qo'yib olamiz. Mana belga qo'yamiz hamda dumba bo'ylab mana santimetr lentamizni dumbani mana bu tugagan chiziqqa qo'yamiz mana. Mana bu chiziqqa qo'yib olamiz. Manekenda bu eng oson usul hisoblanadi. Marhamat, siz buni mijozda ham o'lchab ko'rishingiz mumkin va tekshirishingiz mumkin. Ya'ni qo'yamiz dumba bo'ylab dumbani mana bu pastga tugagan joyiga santimetr lentamizni qo'yib olamiz mana. Mana bu joyga qo'yamiz. Hosil bo'lgan qiymatni yozib qo'yamiz. Endi biz aylanalarni va beldan pastidagi bo'lgan uzunliklarni o'lchab oldik. Endi bizga kengliklar kerak bo'ladi. Bu kenglik bizda qaysilar deydigan bo'lsangiz, qo'shimcha o'lcham bo'lib, oldi kenglikni o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Oldi kenglik qanday o'lchanadi? Mana. Oldi kenglikni o'lchashimiz uchun bizga mana bu nuqtalarimiz kerak bo'ladi. Ular qanday o'lchanadi? Santimetr lentani qo'yamiz. Mana bu men belgilab qo'yganman. Mana bu belgiga qo'yaman hamda mana bu ko'rinishda qo'yib olaman. Mana bu oldi kenglik birinchi o'lchamimiz. Endi ikkinchi oldi kenglik o'lchamimiz bor. Bu qanday o'lchanadi? Buni biz santimetr lentamizni mana bu tanamizni mana bu nuqtasiga qo'yamiz. Tana bilan qo'lni tutashgan joyi mana men qo'yib qo'yganman. Mana shu joyiga qo'yib, mana santimetr lentamizni mana bu ko'rinishda qo'yamiz. Xuddi ko'krak aylana ikkinchini o'lchaganimizdek, oldi kenglik ikkinchi o'lchamini ham shu ko'rinishda qo'yib olamiz. Yozib olamiz. Endi esa ko'krak balandligi hamda oldi bel uzunligi o'lchamini qo'yib olamiz. Uni o'lchashimiz uchun santimetr lentani mana bu yelka chizig'i, ya'ni bo'yin yon nuqtasiga qo'yib, mana santimetr lentamizni ko'krakni uchidan olib o'tgan holatida mana bu ko'rinishda qo'yib olamiz. Mana qo'yib o'lchamni qo'yamiz. Birdaniga ikkita o'lchamni bemalol o'lchashimiz mumkin. Bu birinchisi ko'krak balandligi qo'yib olamiz, ko'krakni markaziga qo'yamiz hamda oldi bel uzunligi o'lchamini yozib qo'yamiz. Navbatdagi o'lchamimiz ikkita ko'krak uchi oralig'i, ya'ni ko'krak markazi o'lchami hisoblanadi. Mana shu o'lchamni olishimiz kerak bo'ladi. Santimetr lentani ko'krak uchiga qo'yamiz, bittasiga, ya'ni o'ng tomoniga va chap tomoniga. Mana shu oraliqni yozamiz hamda yarmini mana shu o'lchamni belgilab, yarmini ham yozib qo'yamiz. Endi eng oxirgi o'lchamni olamiz. Bu o'lchamimiz bizada orqa bel uzunligi hisoblanadi. Orqa bel uzunligi mana bu umurtqa pog'onaning 7-nuqtasidan boshlanib o'lchanadigan o'lcham hisoblanadi. Santimetr lentamizni boshini qo'yamiz. Mana bu ko'rinishda o'lchab tayyorlab olamiz. Mana shu ko'rinishda o'lchab yozib qo'yamiz. Mana biz ichki kiyim uchun kerak bo'ladigan o'lchamlarni qomatdan olib oldik.